Mana kech paytgi holat Namangan gullar bayramini kechqurungi holati. Mana o'zimizda bor gullar, banan bor, mushmula bor, qishda qoladi, bu ham yaxshi narsa. Balki ham qishda to'kmaydi. Ayrim to'kiladi-yu, 100% to'kilmaydi. Magnoliya daraxt bor, mana magnoliyamiz $260 dan. Kalistimon degan gulimiz bor. Bu ham chiroyli ochiladi, juda ham go'zal. Xonadonlarga kelsak, landshaft gazonlar cheklari, keyin mayda hamma ko'chatlarimiz bor, qishga chidamli. Barbaris, zig'irtlarimiz, devor gullarimiz, indiskiy sirenlarimiz bor. Zaytun kerak deganlarga zaytunimiz bor, hamma narsa bor. Jasminlarimiz bor, qishda qoladigan. Laura vishna, fatiniya, mushmula, indiskiy siren. Mana kalistimonni ochilishi mana chiroyli. Keyin bravolarimiz bor, mana katta ko'rinishda, bo'ylari baland, ancha gabariti ancha baland. Mushmula ham mana chiroyli narsa. Barglari juda ham go'zal turadi dekorativniy holatda. Mana har xil qishda qoladigan mana Kilyon, Bravo ko'chat, Sakakoka, Nandini, qanaqa gul bo'lsa, xudo xolasa bor. Aytaverasizlar bemalol. Mana bu yoqda ham mana qishda qoladigan narsalarimiz bor. Mana magnoliyamiz bor. Bu boshqacharoq sorti. Mana har xil narsalar bor. Mana qishda qoladigan narsalar, ponni. Archalari bor, ponni. Hamma narsa bor. Kech paytgi holati bu. Obuna bo'lib qo'ysanglar, tashab turaman shunaqa gul, anaqa taraflama chiqishlarimizni. Birinchi tasvir bu. Xudo xolasa bundan yaxshi tasvirlar qilib sizlarga ulashaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Keyin arukariya archamiz ham bor. Mana chiroyli arukariya. Xonalarda chiroyli, cho'tki turadi mana. Buni ham aytib ber. Mana arukariya ayar tuvalarga ekilgan. Dastavka xizmat ham bor. Kimga kerak bo'lsa dastavka qilib yuboramiz. Jasminlarimiz bor aytgancha mana. Jasmin arkalarga shu chiroyli bo'lib tarab, вообще juda ham go'zal ochilganda shunaqa hidi taraydi. Hididan ana qo'shnilarni yaqin uydagilarni ana hidi ularga ham borib turadi va cho'tki bo'lib. Shunaqa. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Obuna bo'lib qo'yinglar.